70-85% homilador ayollar ushbu muammoga duch kelishadi. Bu albatta toksikoz, ko'ngil aynishi, qayt qilish holatlari va buni sabablarini juda ham qiziqishadi. Nima sababdan menda bunaqa bo'lyapti yoki ba'zi bir homilador ayollarda mutlaqo bo'lmasligi mumkin va bu aslida normami, norma emasmi? Qachon demak o'zimizga yordam berishimiz kerak? Qachon preparatlardan foydalanishimiz kerak va holatimizni qanday yengillata olamiz? Aynan mana shu haqida bugun sizlar bilan batafsil suhbatlashamiz. Mani ismim Hajayeva Ziyoda. 3 yildan buyon bolalarni parvarishi va onalarni tug'ruqga tayyorlov bo'yicha faoliyat yuritaman. Nutritsiolog, valeologman va hozirgi kunda Rahma loyihasida ko'plab onalarga turli xil mavzularda yordam berib kelmoqdamiz. Video davomida toksikoz kasallikmi yoki bu normal holatmi batafsil ko'rib chiqamiz. Siz esa ungacha like bosib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. Demak, toksikoz juda ham ko'plab bu borasida afsonalar yuradi internet tarmoqlarida yoki boshqa bir manbalarda. Hattoki avvallari toksikoz homiladorlarni toksikozini mana shu zaharlanish bilan tenglashtirishgan. Lekin hozirgi kunda kelib juda ham ko'plab tadqiqotlar asosida, yangi manbalar asosida bu holat normal holat ekanligini va bu kasallik emasligini aniqlangan. Lekin shunda ham haligacha buni ustida o'rganishlar, izlanishlar olib borilmoqda va aniq bir qandaydir sababi hali belgilanmagan. Buni sabablari turli xil bo'lishi mumkin va har xil o'sha ayollarda, turli xil ravishda, turli xil darajada ushbu holat kechishi mumkin. Odatda toksikoz aynan 6-7 haftalardan boshlanadi va 13-14 haftaga kelib sekin astalik bilan pasayishni boshlaydi va o'tib ketadi. Bu toksikoz holatlari ko'pincha bizni ilk homiladorlik paydo bo'lganda vujudimizda juda ham keskin o'zgarishlar oqibatida, aynan gormonal o'zgarishlar oqibatida kelib chiqadi. Chunki bizning organizmimiz butunlay perestroyka deydi-ku, butunlay boshqacha rejimga o'tishni boshlaydi va gormonlar keskin o'ynashi kuzatiladi. Estrogen gormonlari pasayib, progesteron gormonlari ko'tariladi. Yoki ilk bizni o'sha homiladorligimizni aniqlovchi testlarda ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, HGC gormoni. Ushbu HGC gormoni keskin oshib ketishi ham aynan odamda ko'ngil aynishi, qayt qilish kabi simptomlarni uyg'otadi. Aynan mana shu birinchi sababi, demak, bizdagi gormonal o'zgarishlar, keskin gormonal o'zgarishlar bo'ladi. Va ikkinchi sababi bu metabolizmda ham o'zgarishlar sodir bo'ladi va mana shu qon aylanishi o'zgaradi, bizdagi organizmimizda kechayotgan reaksiyalar o'zgarishni boshlaydi va bizni organizmimiz homilaga adaptatsiyasi kechadi. Homilani bizni organizmimizga adaptatsiyasi kechish jarayonida mana shu keskin o'zgarishlar oqibatida biz tanamizda albatta turli xil holatlarni kuzatishimiz mumkin. Bu hidga qandaydir sezgirlik oshib ketishi, turli xil hidlar yoqmasligi yoki mana shu qayt qilish holatlari, ko'ngil aynib, doimiy ravishda aynib yurishi barchasi demak organizmimizda keskin o'zgarishlar bo'layotganidan dalolat. Va ba'zi bir manbalarda shuningdek aytib o'tiladiki, toksikoz holatlarini stress ham zo'raytiradi. Bu asl sababi emas, lekin onadagi ruhiy holat ham ta'sir qiladi. Ya'ni uni kuchli o'tishiga, o'sha yuqori darajada o'tishiga ham stress va bizni holatimiz, umumiy holatimiz ta'sir qiladi. Mana shu omillardan kelib chiqib, homilador ayollarda toksikoz kuzatilishi mumkin va mutlaqo xavotirga o'rin yo'q. Bu kasallik emas va o'zimizga agar og'ir holatlarda, demak, yordam berishimiz kerak bo'ladi. Video davomida yana batafsil bu haqida suhbatlashamiz. Toksikozni qo'zg'atuvchi omillar turli xil bo'lishi mumkin. Bu qandaydir mahsulotlar yoki hidlar, hattoki muhit yoki hattoki odamlar ham bo'lishi mumkin. Chunki odamlarni ham o'ziga yarasha hidi bo'ladi. Barcha odamning individual hidi bo'ladi va aynan sizda sezgirlik yuqori darajada bo'lib ketgani uchun siz mana shu hidlarni his qila olasiz va aynan
odam yoqmasligi emas bu, balki o'sha odamni hidi yoqmasligi mumkin yoki o'sha muhit yoqmasligi mumkin. Hattoki yorug'lik ham yoqmay qolishi mumkin homilador ayollarga. Ular qorong'iroq xohlashligi mumkin yoki aksincha qorong'ilik yoqmasdan yorug'likni xohlab qolishlari mumkin. Juda ham ko'p uchratishimiz mumkin. Mana shu uyquga ketish vaqtida ham chiroqni yoqib uxlash. Avval bunaqa uxlamagan ushbu ayol, lekin homiladorlik vaqtida mana shunday o'zgarishlarni o'zida sezishi mumkin va ruhiy holatida keskin kayfiyat tushishi, ko'tarilishi, mana shunaqa holatlar ham o'sha toksikozni kechishiga ham ta'sir o'tkazadi va bu barchasi normal holatlar hisoblanadi. Toksikoz odatda agar ertaroq boshlanishi mumkin, bu ham organizmning individual ekanligiga bizga darak beradi va bu o'zimizni onamizdan yoki buvimizdan ham demak nasliy o'tishi mumkin. Bu degani sizni onangizda toksikoz qanday kechgan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda ham shunaqa kechishi mumkin. Va ushbu toksikoz kimdirda 6 haftadan oldinroq ham paydo bo'lishi mumkin. Ilk belgilari bu ham normal holat hisoblanadi. Sekin astalik bilan kuchayib 6-7 haftadan keyin demak qayd qilishlar soni ko'payishi mumkin. Siz o'zingizni og'irroq his qilishingiz mumkin va 13-14 haftaga kelib sekin astalik bilan bu holatlar kamayishni boshlaydi va o'tib ketishi kerak. Birinchi mana shu trimestrdagi demak toksikoz butunlay mutlaq normal holat hisoblanadi va agar sizda toksikoz mutlaqo bo'lmasa ham bu ham normal holat. Menda toksikoz bo'lmayapti, nimadir ne to bo'lyaptimi yoki meni organizmim yaxshi ishlamayaptimi degan fikrga ham borishingiz kerak emas. Yoki mana shu toksikoz holatlarida agar sizda kuchli kuzatilayotgan bo'lsa, bu ham sizning immunitetingiz pastligidan dalolat emas yoki sizning organizmingizda nimadir o'sha noto'g'ri ishlayotganidan dalolat emas. Bu narsalar demak bog'liqligi yo'q. Bu barchasi individual ravishda har bitta onani o'sha ona boshdan kechiradi va hattoki har bitta bolada har xil bo'lishi mumkin. Birinchi farzandingizda kuchli toksikoz bo'lishi mumkin, ikkinchi farzandingizda mutlaqo toksikoz hattoki his qilmasligingiz mumkin. Va mana shu demak toksikoz har bitta organizmni o'zini individualligi bilan bog'liq ko'proq. Agarda toksikoz 13-14 haftadan keyin davom etsa, biz uni dinamikasiga e'tibor berishimiz kerak. Kamayish kuzatilyaptimi? Mana shu zo'rayib ketmayaptimi? Qayd qilishlar soni kamaydimi, ko'ngil aynishlar holatlari kamaydimi? Mana shundan kelib chiqib, biroz cho'zilgan taqdirda ham bu qo'rqinchli emas. Agar kamayotganini sezayotgan bo'lsangiz, bu ham qo'rqinchli holat hisoblanmaydi. Lekin agar toksikoz juda ham uzoq vaqt davom etayotgan bo'lsa, ikkinchi trimestrda ham kamayish kuzatilmayotgan bo'lsa va o'sha dinamikada qayd qilishlar soni qanaqa bo'lgan bo'lsa, avval boshlanganidan beri hozir ham shunaqa bo'lsa, siz o'zingizni yaxshi his qilmayotgan bo'lsangiz, demak bunda biz albatta mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak. Chunki bu juda ham ko'plab salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin va onaga, organizmiga yordam berishimiz kerak. Shuningdek, toksikoz holatlari juda ham og'ir kechadigan, biz o'sha guvoh bo'lishimiz mumkin og'ir kechadigan holatlariga. Bunda agar ayol 3-4 martadan ko'proq kuniga qayd qilsa va ovqatlanishiga mana shu toksikoz holati keskin ta'sir qilsa, mana shunaqa holatda ona yetarlicha ozuqa ola olmayotganligi sababli biz unga yordam beramiz. Qo'shimcha ravishda uni organizmiga kuch bo'ladigan, demak, medikamentoz yordam kerak bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi kunda toksikozni to'xtatadigan yoki toksikozga o'sha to'sqinlik qiladigan preparatlar mavjud emas va bunday preparatlarni homiladorlik vaqtida demak qo'llolmaymiz. Shuning uchun agar sizda toksikoz og'ir kechayotgan bo'lsa, mutaxassis nazoratida bo'lishingiz kerak. Agar bizga qo'shimcha ravishda ozuqa tayinlansa, uni olamiz. Agar ovqat yeyolmayotgan bo'lsak, vazn yo'qotayotgan bo'lsak, mana shu davrni o'zimizda yengillatib o'tishga harakat qilamiz. Simptomlarni kamaytirib o'tishga harakat qilamiz, organizmimizga yordam berib. Keyinchalik esa ikkinchi trimestrga o'tganimizdan keyin ushbu holat sekin astalik bilan pasayib, kamayib, demak, biz avvalgi hayotimizga qaytishimiz mumkin bo'ladi.
Yana bir holatlardan toksikoz kuchli paydo bo'lib, ya'ni homiladorlik sodir bo'ldi, sizda toksikoz paydo bo'ldi va u davom etib kelmoqda va keskin, demak 14 haftagacha bo'lgan davrda agar to'xtab qolish kuzatilsa, mutlaqo ko'ngil aynishi, qaytqilish to'xtab qolib, bu narsalar o'sha pauzadek demak to'xtasa, bunda ham mutaxassisga murojaat qilishni maslahat bergan bo'lardim. Va mana shunaqa keskin to'xtash ham bo'lishi kerak emas va ko'pincha bu homila bilan qandaydir muammolar bor ekanligidan ham dalolat bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zingizda shunaqa o'zgarishlarni his qilsangiz, albatta mutaxassisga murojaat qiling va ko'riklardan o'tish kerak bo'ladi. Shuningdek, toksikoz birinchi trimestrda o'tib ketdi, ikkinchi trimestrda hammasi yaxshi edi, endi uchinchi trimestrda yana paydo bo'lishi yokida o'sha butun homiladorlik davrida toksikozingiz o'tib ketgandan so'ng qaysidir davrdan keyin yaxshi yashayapsiz, ovqatlanyapsiz, sizni hech narsa bezovta qilmayapti va qaysidir haftaga kelib o'zidan o'zi toksikoz paydo bo'lishi yoki o'sha ko'ngil aynishlari kuchayib ketishi, qayt qilishlar kuchayib ketishi, mana shu holatda ham biz mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak. Bu ham normal holat hisoblanmaydi. Toksikoz holatlari normal ravishda, misol uchun kuniga 1-2 marotaba qayt qilishlar, ertalab ayniqsa erta tongda ko'ngil aynishi kuzatilishi, turli xil hidlarga sezgirlik oshib ketishi, mana shu normal holat hisoblanadi va siz kuniga bir mahal, hech bo'lmasa o'sha 1-2 mahal ovqatlanayotgan bo'lsangiz, demak bu hammasi normal holat hisoblanadi. Siz xavotirga berishingiz kerak emas, hammasi o'z o'rnida kechmoqda va shunchaki kutib bu davrni o'zimizni holatimizni yengillashtirib, o'sha yengillashtiruvchi usullardan foydalanib yashab o'tishimiz kerak. Ushbu yengillashtirish usullaridan eng avvalambor birinchisi bu doimiy ravishda qorningiz to'q bo'lishi, ya'ni och qolmaslik. Ko'pincha ochlik mana shunaqa toksikozni kuchaytirib yuboradi. Aynan shuning uchun kam-kamdan tez-tez ovqatlanib yuring. Sizga balki mana shu davrda ovqatlar yoqmasligi mumkin, ularni hidi yoqmasligi mumkin. Hech bo'lmaganda o'zingiz yeya oladigan mahsulotlar, qandaydir qotgan nonlar, krekerlar, suxariklar doimiy ravishda dam-badam tez-tez yeb turishga harakat qiling va mana shu ochlik hissi bo'lishi kerak emas. Juda ham yordam beradigan metod bu uxlashga ketayotganingizda qandaydir idishda krekerlarni yoki o'sha pechenkalar, suxariklar yoki sho'r yong'oqlarni kravatingizni oldiga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ertalab tongda o'rningizdan turmasdan turib, mana shu mahsulotlardan ozgina yeb oling va joyingizda birpas yana qoling, birpas yotib, keyin esa o'rningizdan turing. Mana shunaqa metod ham juda ham toksikozda yordam beradi, ayniqsa erta tongda qayt qilishlar sonini kamaytirishga yordam beradi. Bunga o'sha kechqurun tayyorlanib qo'yasiz, kravatingizni oldiga uzoqqa qo'ymaysiz, o'rnimizdan turishimiz kerak emas. Yeb olib, keyin birpas yotib, 10-15 daqiqa yana joyingizda qoling, keyin demak turib faoliyatimizni boshlasak bo'ladi. Toksikozni yana bir yengillashtiruvchi usullaridan bu zanjabil, ya'ni imbir. Imbir toksikozni kamaytirish xususiyatiga ega va bu ilmiy isbotlangan. Mana shu mahsulotni turli xil ichimliklarga qo'shsak bo'ladi. Salqin ichimliklarga, issiq ichimliklarga, har bitta o'sha iste'mol qilayotgan ichimliklaringizga qo'shib iste'mol qilish ham toksikozni keskin kamaytiradi. Suvga qo'shib iste'mol qilsangiz bo'ladi, choyga yoki turli xil sharbatlarga, mana shunaqa qirg'ichdan chiqarib yoki o'zini kesib tayyorlab qo'yib, har qanday ichimlikka qo'shib iste'mol qilsak bo'ladi. Ovqatdan oldin iste'mol qilsak bo'ladi va bu ko'ngil aynish holatlarini, aynan mana shu qayt qilish holatlarini juda ham yaxshi kamaytirib beradi va odamni tetiklashtirib beradi. Ba'zi bir manbalarda artishok ham toksikozni kamaytirish xususiyatiga ega deb beriladi.
Bu holat ham individual bo'lishi mumkin. Agar sizni o'sha toksikoz juda ham qiynayotgan bo'lsa, mana shu metodlardan foydalanib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni artishokdan ham foydalanib ko'ring. Balki aynan mana shu artishok imbirdan ko'ra sizga ko'proq yordam beradi. Va ko'pincha artishokni kukunlari sotiladi. Turli xil mana shu organic food do'konlarida topishingiz mumkin. Ushbu artishokni ham damlamasini damlab ichish toksikozni, demak, kamaytirishga yordam berishi mumkin. Albatta, o'zimizni nazorat qilib, holatimizdan kelib chiqib, bizga nima ta'sir qilayotganidan holatimizni yengillashtirishimiz kerak. Aytib o'tgandek, bu individual holat. Kimdirga aynan qaysidir hidlar yoqmaydi, qaysidir o'sha mahsulotlar yoqmaydi. Mana shu mahsulotlarni chegaralab turib, uzoqroq mana shu mahsulotlardan uzoqlashish yoki mana shu hidlardan uzoqlashish kerak bo'ladi, holatimizni og'irlashtirmaslik uchun. Va albatta, ko'pincha achchiq mahsulotlar ham toksikozni kuchaytirish xususiyatiga ega. Agar siz achchiq mahsulotlarni juda ham yaxshi ko'rsangiz, mana shu toksikoz holatlari sizda kuchaytirayotganini sezsangiz, kamaytirishni maslahat bergan bo'lardim. Agar sizga bu ta'sir qilmayotgan bo'lsa, sizda toksikoz yo'q bo'lsa, bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Lekin mana shu toksikoz sizda hozir kuchli kechyapti yoki o'rta me'yor kechayotgan taqdirda ham achchiq mahsulotlarni kamaytirib turib, demak, o'sha retseptorlarimizni qo'zg'atadigan mahsulotlarni kamaytirib turib, biz sog'lom ovqatlanishimiz kerak bo'ladi. Sog'lom ovqatlanganimizda ko'p miqdorda ovqatlanmaslik ham tavsiya qilinadi. Ko'pincha toksikoz vaqtida homilador ayollar ovqat kuni bilan ovqat yeyolmagani uchun kunni qaysidir qismida toksikozi so'ngandan so'ng, ya'ni ko'ngil aynishi o'tib ketgandan so'ng juda ham ko'p miqdorda bittada qorni ochligi uchun ovqatlanishi mumkin. Mana shu holatda ham mana shu xatolikni qilmaslikni maslahat bergan bo'lardim, chunki ko'p miqdordagi taom ham bizni o'sha ko'ngil aynishiga olib kelishi mumkin, zo'raytirishiga olib kelishi mumkin va shuncha iste'mol qilgan yegan mahsulotlarimizni afsuski yana qayta qilib yuborish mumkin. Jig'ildon qaynashiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ovqatlanamiz me'yorida kam-kamdan bo'lib ovqatlanishga harakat qiling. Hozir sizda toksikoz holati, ya'ni o'sha ko'ngil aynish holati bosilgan bo'lsa, biroz ovqatlaning, ya'ni o'sha taryokangizga sovutganda ham e'tibor bering, kam miqdorda solishi. Qorningiz to'ymagan bo'lsa ham iste'mol qilib oling, yeb oling. Keyin biroz vaqt o'tgandan so'ng, yarim soatdan so'ng yana biroz ozgina porsiya solib, yana kam-kamdan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Kun davomida ham och qolmaslikka harakat qiling. Bu narsani yana bir bor aytib o'taman, chunki bu juda ham muhim. Yegingiz kelmayotgan bo'lsa ham, o'sha qandaydir quruq mahsulotlarni yoki sho'r mahsulotlarni, ko'ngil aynishingizni o'sha qoldiradigan mahsulotlarni kam-kamdan iste'mol qilib yurishni maslahat beraman. Juda ham ko'pchilik ayollar o'sha sho'r aynan ko'ngil aynishini bostirgani uchun juda ko'p miqdorda tuz iste'mol qilishni boshlashadi yoki qurt iste'mol qilishni boshlashadi. Bu ham me'yor juda ham muhim. Har kuni yoki kuniga 4-5 ta qurt iste'mol qilish yoki do'chalarni juda yaxshi ko'rishadi, tuzga botirib iste'mol qilishni. Mana shu tuz miqdori ratsionda oshib ketishi ham avvalambor bizda shishlarga olib keladi, atyoklarga olib keladi va buyraklarga ortiqcha bosim ko'tarilishi mumkin, nagruzka bo'lishi mumkin va qurtni ko'p iste'moli esa bizda anemiyani zo'raytirib yuborishi mumkin, kuchaytirib yuborishi mumkin, chunki o'sha qurt sut mahsuloti bo'lgani uchun temir so'rilishiga xalaqit beradi va ovqatlar orasida ayniqsa bu narsani doimiy ravishda iste'mol qilib yursak, iste'mol qilayotgan boshqa mahsulotlarimizdagi temir moddasi so'rilishi pasayib ketadi. Aynan shuning uchun demak, qurt iste'molini ham nazoratga olamiz. Agar o'zimiz sezayotgan bo'lsak, har kuni ko'p miqdorda yeb qo'yayotganimizni, bu narsani kamaytirishga harakat qilamiz yoki o'sha mahsulotlarni o'rnini almashtirishga, boshqa mahsulotlarga almashtirishga harakat qiling. Boshqa variantlar topishga harakat qiling. Yana bir juda ham ko'p uchraydigan yanglish afsona bu
o'sha homilador ayolda qandaydir vitaminlar yetishmasa toksikoz kuchliroq kuzatiladi yoki toksikozga oldindan tayyorlash kerak, organizmni detoks qilish kerak va homilador bo'lganda toksikoz kamroq bo'ladi va hokazo. Mana shunaqa ma'lumotlar ham yuradi. Bu mutlaqo bog'liqligi yo'q va sizda qanday toksikoz kechishi avvaldan bu narsani aytib bera olmaysiz. Va aytib o'tganimdek, bu nasliy ham bo'lishi mumkin. Bu o'sha organizmdagi o'zgarishlarga sizni organizmingizni reaksiyasi va bu albatta homiladorlikka biz tayyorlanamiz. Siz umumiy sog'lom bo'lish uchun va homila sog'lom bo'lishi uchun homiladorlikka tayyorlanish muhim. Ya'ni defitsitlar bo'lsa, defitsitlarni to'ldirib, sog'lom hayot tarziga o'tib, mana shu zararli qandaydir odatlarimizdan voz kechib, o'zimiz bilan shug'ullanishimiz kerak. Bu umumiy o'zingizni salomatligingiz uchun. Lekin bu narsalarni qilsam, menda toksikoz bo'lmaydi yoki toksikoz menda kuchli bo'lmaydi deb fikrlash noto'g'ri hisoblanadi. Hech qachon biz yoki o'sha aytib bera olmaysiz, bila olmaymiz toksikoz qaysi ayolda qanday kechadi. Va bunga oldindan tayyorlanishni iloji yo'q, afsuski. Lekin umumiy demak, sog'lom hayot tarzida bo'lishimiz kerak. Aynan toksikozni oson o'tkazish uchun emas, balki o'zimizni farzandimiz sog'lom bo'lishi uchun va o'zimiz sog'lom bo'lishimiz uchun. Homiladorlik vaqtida juda ham ko'p bola ham, o'zingizni taniysiz ham mikroelementlarga muhtoj bo'ladi. Albatta, homiladorlikdan avval defitsitlarni to'ldirib, sog'lom ovqatlanishga o'tib, bunga avvaldan tayyorgarchilik ko'rib, keyin demak, homilador bo'lsak, mana shu barcha holatlarni umumiy holatimiz yaxshi bo'lgani uchun ham yengilroq o'tkazamiz. O'zimizni holatimiz, o'zimizni psixologik holatimiz, demak, oldindan biz tayyor bo'lganmiz bu narsaga. Avvaldan tayyorlangan inson albatta ovqatlanishiga e'tibor bergan, defitsitlarga e'tibor bergan inson o'zini ruhiy holatiga ham katta ehtimol bilan e'tibor qaratadi va oldindan mana shu holatlarga o'qib, o'rganib, tayyorlanib, chora ko'rgan odamlar toksikoz holatini yengilroq o'tkazishadi. Tabiiyki, chunki bunga tayyor bo'lishadi, ongli ravishda tayyor bo'lishadi. Bu narsa ular bilan sodir bo'lishini aniq ravon bilishadi va unda qanday choralar ko'rishligisini bilishadi. Chunki oldindan tayyorlanishgan va mana shuni hisobiga biz o'ylashimiz mumkin, man homiladorlikdan oldin tayyorlandim, vitaminlar ichdim, shuning uchun menda oson o'tyapti deb. Aslida bu narsa mana shu ong osti kuchi orqali demak bizga namoyon bo'ladi. Toksikozni o'zimiz qanday qabul qilishimiz. Hozir menda qiyin o'tyaptimi yoki oson o'tyaptimi, biz umuman bundan xabardor bo'lmasak, tayyorlanmagan bo'lsak va u holatda ham, bu holatda ham kuniga bir marta, ikki marta qayd qilish bo'lsa, ovqat yeya olmasa ayol, qaysidir ayol tabiiyki, tayyorlanmagan ayol tabiiyki juda ham o'zini yomon his qiladi va qandaydir organizmi bilan muammo bo'lyapti deb xavotirga berilishi mumkin. Lekin tayyorlangan ayol esa bunga sovuqqonroq munosabatda bo'ladi, o'ziga qanday yordam berishni biladi, buni oldindan tayyorlangan, bilgan, o'qigan, mana shuni hisobiga u toksikozni ham kechishini yengil qabul qiladi. Ha, bu norma deb qabul qiladi. Mana shuni hisobiga demak biz o'ylashimiz mumkin. Ko'pincha keyingi homiladorliklarda bu safar oson o'tdi deb qo'yishadi ayollar. Lekin bu avval bu narsani boshimizdan уже kechirib bo'lganimiz uchun endilikda biz buni yengildek qabul qilamiz. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, toksikoz holatini biz yengillashtirish uchun tez-tez ovqatlanishimiz kerak, och qolishimiz kerak emas. Erta tongdan kam-kamdan narsa yeb olishga harakat qiling va mana shunday imbir yoki artishok kabi mahsulotlardan foydalaning. Ularning ham juda ham zo'r effekti bor. Albatta, agar toksikoz sizni juda ham qiynayotgan bo'lsa, mutaxassisga murojaat qilishni unutmang va organizmga yordam berishimiz kerak bo'ladi. Homiladorlik davrida sizni yana qanday muammolar bezovta qilyapti? Albatta, izohlarda yozib qoldiring, biz ularga javob berishga harakat qilamiz va ushbu videoni homilador dugonalaringizga albatta jo'natib qo'ying, ularga ham juda ham foydali bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, keyingi videolarda ko'rishguncha.